Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kimga shu turdagi mebellar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agarda sizlar uchun mebelni qanday bitishi qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Men sizlarga live hack qilib, materiallarni test qilib, qanchalik baquvvatligini hamma materialni ko'rsatib, kerak bo'lsa sindirib ko'zlaringning oldida qanchalik baquvvatligini ko'zlaringning oldida ko'rsatib beraman. Bugundan boshlab mebellarda eng arzonini emas, eng sifatligini tanlashda boshlashlaring kerak. Chunki eng arzonini sifati past bo'ladi. Pullaringga kuyishlaring mumkin. Sifatli mebel u darajada bo'lmaydi. Life hack xohlaganlar obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, ko'proq odamga tarqasin.